Assalomu alaykum dadajon. Nima ovqat yeysiz? Tavba qildim. Buni tutqani bormi nimaku? Va alaykum kelin. Dadajon, mantiq qilib beraymi? Osh qilib beraymi? Norin qilib beraymi? Kelin, nima ovqat qilsangiz qiling. Men bir eriz bilan gaplashay. O'g'lim menga qara. Obu xotiningni parpatkasi bormi nima bo'lo? Yo'q dada, kelin kasal emas, vaqtida TikToker bo'lgan. TikToker? Keski men qo'rqonman. Bibi, assalomu alaykum tog'amlar, yaxshimisiz? Bir ko'chalarga suv sepaydigan nimaga biznikiga o'tmayapsiz? Keling. Kelaman. Bu TikTok'ga kelindan ko'chalarga yurmayman o'lqa odam. O'g'lim, Ha dada. menga qara. Bu xotiningni dastan ko'chaga chiqolmay bo'lib qoldim. Kimni ko'rsa o'ynab gaplashadi. Dada, sizga aytdim-ku, vaqtida u TikToker bo'lgan, battle klub o'ynagan. Bir oy ichiga bosiladi, qo'rqmang. Iloyim bosilsin-da o'g'lim. Bir oydan so'ng Dadajon, mollaga o't beraymi yoki suv beraymi? Mollaga men qarab o'rgandim, kelin. Qozonga yaqin yursang, qaro